Xullas, salomatlik bilasizlar ulkan boylik. Bu boylikni qadriga albatta biz yetishimiz kerak. Chunki insonda salomatlik bo'ladigan bo'lsa, shu topgan pulimiz ham kerak bo'lsa, mana shu dollar, pachka dollaringiz ham ko'zga ko'rinadi, to'g'risida. Agarda salomatlik yo'q bo'lsa, sizda halovat yo'q bo'lsa, shuni bilinglarki, azizlarim, 1 gram ham o'sha pulingiz ham ko'zga ko'rinmaydi. Nimaga? Shuning uchun men salomatlikni ulkan boylik deyman. Inson salomatmi? O'sha haqiqiy boy inson ekan. Endi mana shu salomatlikni, o'sha ulkan boylikni birodarlarim, biz siz azizlarga ulashib kelyapmiz. Mana shu kunlarda bilasizlar, bizga oldimizga qaysi darddan bo'lsinki kelyaptiki, sababini qilib beryapmiz. Allohning bilan komil shifo topyapti. Mana shu akamiz meni oldimga kelganlarida juda ham kuchli og'riqlar edi, poliartrit edi va undan tashqari grijalari bor edi. To'g'risi, og'riqlarga chidalmasdan zo'r o'tirgan holatlar dedi. Ixlos bu bilasizlar yarim shifo. Uyog'i endi Allohdan. Mana shu simala simsim mana nom berdim bunga simala simsim deb bu sirlarga shunaqangi boyki endi buni ichgan insonlar birlaveradi-da. Akajon, mana shu mahsulotni meni to oldimga yetib kelishdan oldingi holatingizni bitta gapirib bering. Mana shu narsani iste'molini qilib qanaqangi shifo topganingizni bitta gapirib bersangiz yaxshi bo'lar edi. Buni o'sha algindan ko'rib keluvdik biz ham Jahongir aka. Mana bir ishonib bir ishonmay keluvdik. Mana Xudoga ming qadar shukr, mana shu doridan beruvdingiz. Simsim dorisidan. Oyoqlar, bo'g'inlar og'rirdi, hammasi qaqshab. Mana endi Xudoga shukr, mana bir oydan o'tdi. Mana shu yana keldim. Yaxshi, zo'rman. Allohga ming qadar shukr. Mana hammalaringga sog'lik, salomatlik tilayman. Mana shu mashiga kelishdan oldin o'zlaringda ixlos bilan mana shu kesalang hammalaring Xudo xolasa sog' omon bo'lib chiqib ketasizlar. Mana eshitdilar bundan oldingilarda ham. Bolali bo'lmaganlar kelyapti, bolali bo'lib ketyapti. Mana hamma guvohlar ko'ryapti. Sahirlar kelyapti. Sahirlarni ham mana kelsa yo'qotib yuboryapti. Xolamni mana shu tog'amni algisiga ham olib ketuvdik sahirga. Mana 6 kun ishdi, tushib ketdi, hozir ishimay qo'ydi. Mana mashalloh, ko'ryapsizlar, oddiy sahri bor insonlarni. Mana shu yana kelib shu doridan olib ketgani keldi. Mana yana necha ichamiz. Akam hozir qarang, yaxshi bo'lib qoldi, mana 1 oyda o'zi yaxshi bo'lib qoldi. Jahongir men uni davom ettiramanmi deyapti. Endi men nima deyapman? Lechiniyani oxirigacha davom ettirish kerak. Inshaalloh. Boringizga shukr onajon. Chunki mana juda ko'pchilik 1 oyda o'zida mana rezultatni ko'pchilik bilyapti-da, og'riqlar qolgandan keyin ko'p kelmayapti. O'shanga men sizlarga yana bir bor iltimos, meni kuzatuvchilarim, ko'rib turgan bo'lsalaring, buni o'sha men aytgandek me'yoriga yetkazaylik. Xudo xolasa siz shu yillar davomida qiynalib kelgan dardingizdan borku, fora bo'lasiz. Bo'ldi. Asha salomatlik boylikni men sizga ulashib qo'ydimmi? Bo'ldi. Shu boylikka ega bo'lasiz. Ana qolgani hech narsa emas. Shuni tushuninglar aziz birodarlarim. Mana shu akaman meni hozir oldimga 2-oy kelibdi-da, Jahongir deydi, bundan hozir nima qilib davom ettiraymi? O'sha og'riqlar tugadi deyapti-da. Dedim, davom ettirasiz dedim. Hozir mana dedim, akajon, to'g'risi shifo topibsizki, mana shu narsa, mana shifo topgan insonga men erk ketaman. Nima uchun? Sababi men bu yerda mana mehnat qilyapman. Shu narsani o'zim ustimda ishlaydigan insonman-da. Shu narsani ham mana kerak bo'lsa mana zakaz berdiryapman. Palonchi, mana shundan mana uncha qo'sh tarkibiga, mana undan muncha qo'shib bergin deyapman. Nimagaki o'sha insonlarga shifo bo'lsin deyapman. Menga shu foydasi kerak emas. Naborot shu insonlar shifo topsin, men bitta yutuqqa erishib olay deyapman. Tushunyapsizmi? Alloh mana o'ylamagan tomonimizdan rizqni hamma yo'lda berib qo'yadi, to'g'ri tushuning-da. Avvalo, masalan, biz ham ikki dunyoligimizni o'ylagan holda ish qilyapmiz. Mana shundan salomat bo'lsangiz, men shundan ajr savob olaman ekan. To'g'risida, buni hali bir ikkita negativlar, sen unaqa qilsan, menga qara negativlar. Endi men shu kelganda aytib qo'yay. Pul sohasi bo'yicha, boshqa sohasi bo'yicha men hech qachon tashvish qilmayman. Shuni bilib olgin. Sen meni birinchi kelib yaxshi surishtirgin, ana Alloh men shunga rizqlantirib qo'yganki, u tomonni men o'ylamagan tomondan beraveradi. Tushundingmi? Sen avval o'zingni mana fikrlashingni, dunyoviy fikrlashingni yaxshilab bir tushunchaga ega bo'lib olishgin. Ana undan keyin bitta fikr bildirgin. Meni kimligimni bilmoqchi bo'lsang, meni o'qiganimni bilmoqchi bo'lsang, meni oldimga kel. Men sen kerak bo'lsa bitta emas, 5 ta diplomni shunday ko'rsatib qo'yaman. Bo'ptimi? Ana ko'rasan, keyin bilib ketaverasan. Men chunki o'zim hech qachon gapirib chiqmayman, maqtanib. Men to'qiganman demayman. Insonlar mana shu mehnatimni bilsin, bo'ldi. Shifoni topyaptimi? Ana unga qarab turib bahoni beraveradi.
to'g'risi. Akajon, men juda ham xursand bo'ldim. Rahmat. Bolalaringizni orada xotin. Amin. Amin. Mana hojilarga borib keldim. Bundan ham katta hojilarga borish nasib ro'za aylasin. Amin. Hammamizga sog'lik, salomatlik bersin. Amin. Mana shu joyingizga kelyapmiz. Mana shu qadam bosib hammamiz umrlarimiz uzoq, rizqimiz baland bo'lib, bolalarimizga bosh-qosh bo'lib yuraylik. Mana shu ukamni ham umrlarini uzoq qilib, rizqini baland qilsin. Amin. Bunaqa bizdaqalarni ko'pini davolab yurish Allohdan so'ra nasib ro'za. Amin, amin, amin. Allohu akbar. Akajon, ilohi amin. Parvardigor olam, senga behisob hamd sanolar bo'lsin. Janob Rasululloh sallam payg'ambarimizga durud salovat va salomlarimiz bo'lsin. Allohim shu akamiz kelganlarida Robbim sendan mana shifolar so'ragan edik. O'zingni izning bilan fazli karomating, rahmating ila komil shifo topyaptilar ekan. Allohim qolgan mana shu yerga kelgan barcha Allohim kimki kelgan bo'lsa, shu sababini qilib bergansa, shular qatori shu akamizdek komil shifo topishsin. Tani jonlarda halovat, huzur bo'lsin. Salomatlik bo'lsin. Allohim farzandlarini baxtiga sog' yursin. Farzandlarini baxti kamolini ko'rib yashashsin hammasi. Allohim xonadonlarda har kuni yaxshilik kunlar bo'lsin. Shunday muborak ulug' kunlarga yetkazganingga senga behisob hamd sanolar bo'lsin yo Robbim. Ya'niki shu oylarga mana shu yerga kelgan barcha bemorlarimiz va kelib ketganlar hammasi shunaqangi shifo topgan holatda ko'rishimiz o'zing ro'zay nasib etarkan. Aka, mana ikkinchi choyi mendan sizga padarka, keyin sizga muhabbat choyini berganman. Buni endi muhabbat choyi mana 1 kilo qilib beryapman. O'sha ikkinchi joyga paftor ketyapti sizga. Bu ham sizdan padarka. Hidini, bitta hidi bu safar hidi boshqacha mana aka. Ana, qalay hidi aka? Endi borku. Endi borku, yana boshqatdan sevib qolasiz. Akamni qaranglar, renglari ham o'zgargan. Mana to'g'ri ko'rib turganlar qaranglar. Yaltillab ketdimi? Mana ko'rdingizmi? Mana shunaqa aka yaltillatib boradi. Xudo xolsa bu narsa tani joningizga yoshartiradi. Rahmat. Vallahi hammani mashayiqdan rahmat. Og'riqlarni yo'qotib. Rahmat. Amin, amin. Mana shu bizdan sizga sog' aka. Salomat bo'ling. Ash xalqni ham topib qo'ygan, xalqni ham. Mana xalq xudo xolasa kuzatib turibdi. Inshaalloh mana ko'rib turganlaringdek. Shuni bilinglarki, biz hech qachon bir anaqangi haligi bunday yo'llar bilan nima qilmayapmiz-da. Tabiiy narsalarni iste'molini qildirib, shu shifo beradigan narsalarni iste'molini qildirib, to'g'risi mana tuqib yetyapmiz-da. Bizniki real narsalar aytadigan oshing halolmi ko'chadagi. Shuning uchun mana shunaqa yarim narsani to'g'risi o'zim olib keltiraman. Kerak bo'lsa mana shu narsa ko'pini o'zim qilaman. Hamma yo'g'ini mana Xudoga shukr hech xavotir olmanglar, sertifikatigacha hamma yo'g'igacha bor inshaalloh. Bemalol hamma yo'g'ini tutib aytamiz. Aka rahmat, salomat bo'ling. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin, rizqingiz baland bo'lsin. Rahmat, boringizga shukr aka. Sog'lik, salomatlik bersin. Amin, Allohu akbar. Turgancha tur. Allohu akbar. Kun zo'r o'tyapti, Xudo xolasa. Men uchun juda ham quvonchli kun bo'lyapti. Yangiliklarga to'la kunlar bo'lyapti. Borlaringga shukr. Xudo xolasa hammasi murod baxsh kun bo'ldi. Rahmat. Hozir yana bitta onajonimiz bor. Uni ham Xudo xolasa davom ettirib olamiz inshaalloh. Bo'ptimi? Yo, ashunaki keyin bitta optim qarab oramizda, bo'ptimi? Yashang. Bo'pti. Tushib ketib qoldi hozir. Ana qasam bo'ldi. Bo'ldi, nima qildi? Hozir baqa yozib beramiz.